Qayningizga safkab berdi. O'g'il tomoq o'xshab, tashlab bering. Boshlanadi. Voy. Qo'ylagingiz uncha chiroyli. Chiroyli. Safkabizda bunaqa yo'q edi-ku. Oydan chiqib berdi. Qachon chiqishganingizlar? Biz kelinligimizda yangi kelinsan deb 3-4 yillab kiygizgan sarpoda kiyimlar. Bular 2 oy bo'lmasdan yangi kiyim tiktirib oladi. Hay, kichik kelin, siz qo'ying, tushing. Katta kelin o'zi teradi. Men ham ehtiyot bo'lganman. Hech kim menga ehtiyot bo'l demagan ekan-ey. Har hafta 4 ta sutka, 4 ta jinsi ishim yo'q. Qo'llarimni bo'g'ib. Ha, olsin. Yo'l bo'lsin. Doktorimiz toza havoda ko'proq sayr qilinglar degandi. Qayningiz ko'chada kutib turibdi. Biroz aylanib kelaylik. Mayli opajon. Hayot buncha beshafqat-a? Nimaga katta kelinlar ko'rgan qiyinchiliklarni kichkina kelinlar ko'rmaydi?